Hurmatli tarbiyachilar, mana sizni bajargan ishlaringizni birgalikda turib taqdir qildik. Sentabr bo'yicha o'zingizni ishingizni taqdim etdingiz. Rahmat. Endi navbatdagi harakatga bo'yin bitta yengilroq, o'zingizga bir qulayroq, bir yengil harakatga bo'yinishimiz kerak. Ikkita vazifani beraman. Savol javoblarni bitta yozib kelasizmi? Hammangizni ichingizga tashladim. Sistem ta'limi bo'yicha savol javob bor edi. Hozir yerda kech bo'lib ketadi. Shunga o'zingiz yozib kelasiz. Hop, uyga vazifa beraman. Hozir oldin bitta harakatga o'ynab olamiz. Ikkita uyga vazifa beraman. Yo'q, hozir berib qo'yaveraman. Uyga vazifa qiladi. Ertak personajlarini tayyorlab kelasiz. Ertak asosida bo'g'soq, ertagi sholg'om, ertagi qizil shapkacha, qizil qalpoqcha va boshqa ertaklar asosida har bitta personajni vatnimi, paxtalimi, mana yangi chiqqan nimalarimiz bor. Ichiga solamiz, nima edi? Paxtani o'rniga solamiz. Sintafondan solib chiroyli qilib berasiz. Agar qog'ozdan ham qilasiz. Mana aynan mana shu sistem ta'limga to'g'ri keladigan holatda o'zingiz ertak nimalarni, qahramonlarini sahnalashtirib, o'zingiz tushuntirib berasiz. Ertaga topshirasiz. Ertaga xudo xohlasa qo'g'irchoq teatr kunimiz. Hamma ertaga gruppa-gruppasida o'sha ayolchasida qo'g'irchoq teatrini chiroyli qilib har biringiz 10 tadan sifatli rasm videosini qilib berasiz. Ko'ryapsiz, men postlarni joylashtirib ketyapman. Albatta sizni ishingizni hammaga ommalashtirish uchun, ko'rsatish uchun, mehnatingizni rag'batlantirish uchun qilayotgan ishingizni hammaga to'g'risi ko'z-ko'z qilib mana tashlab beryapmiz. Haqiqatan amalda qilyapsiz, amalda bajaryapsiz. Bu o'zingiz uchun katta yutuq, o'zingiz uchun ertaga reytingingiz ko'tariladi. Shunga qizlarjon, hozir bitta yengilgina harakat o'ynaymiz. Sal kayfiyatimiz qo'limizga o'tmasa-da, kayfiyatimizni sal ko'tarib olamiz. Keyin hammaga ruxsat beraman. Ertaga demak, syujetli, rolli o'yinlarni moslashtirib, ertaklarni sahnalashtirib, menga tayyorlab, o'qib berib tushuntirasiz. Berasiz, topshirasiz. Keyin savol javoblarni 3 tadan bo'lib olasiz. Men alohida qilib har kunga savol javobini sistem ta'limi bo'yicha tashlab berdim. Qo'lingizda turibdi. O'qib olasiz. Bir bo'sh vaqtda o'qib olasiz. Shuni ertaga menga yozib topshirasiz. Demak, bitta narsani topshirasiz. Hozir o'tkazalik desak, kech bo'lib ketadi, qo'limizni o'z qo'ldan qilamiz. Bo'pti, endi bitta harakat